Assalomu alaykum, men ismim Bekzod. Bugungi kunda O'zbekistondagi ZR Performance Tuning atelyesining asoschisiman. Biz mashinalarni tuningi bilan, texnik va staylingi bilan shug'ullanamiz. Men 2019-yildan beri BMW mashinalarini haydab kelaman va bugungi kunda M5 F90 mashinasida yuraman. Yilni aytadigan bo'lsam, bir 2014-15-yilda taxminan o'sha paytlarda o'sha BMW mashinasiga qiziqishim boshqacha bo'lgan. Ungacha prosta mashinalarni yaxshi ko'rgan bo'lsam, o'sha yillarda BMW ga qiziqqanman, chunki tanish akamizda BMW E36 bo'lardi. Juda yoqardi sostoyaniyasi, yurishi, ovozi. Shundan keyin o'sha qiziqish uyg'ongan. Boshqaruv o'zbek tilida aytganda. Eng asosiy narsa. Endi boshqa brendlar ham yaxshi, prosta BMW ni yoqadigan tomoni o'sha uni boshqaruvida. Endi o'zbekchasiga qanaqa aytadigan bo'lgan, derskiy dizaynida. O'sha hamma ko'rgan Boomer kinosini misol uchun o'sha paytlardan boshlab o'sha BMW ga qiziqish boshqacha bo'lganda baribir. BMW avtomobiliga o'tirganimda endi hozirgi kunga kelib o'sha xuddi o'zim bilgan uyga kelgandek ощущение bo'ladi. Farqi yo'q qaysi BMW ga o'tirishimdan qat'iy nazar, chunki bilaman hammasida upravleniyasi bor. To'g'ri, MKlarda yaxshiroq, lekin oddiy BMWlarda ham upravleniya juda kuchli boshqa mashinalarga qaraganda. Meni hayotimda muhim rollardan bittasini o'ynaydi BMW avtomobili, chunki ikkinchi mashinam o'sha BMW bo'lgan. O'sha ikkinchi mashinam BMW olgandan keyin o'zim mashinam bo'lganda haydab ko'rib, har kuni haydagandan keyin boshqacha o'zimni nima deydi, his qilishni boshlaganman. Shuni hisobiga ham bugungi kunga kelib ham BMW mashinasini boshqa mashinaga almashtirishni даже o'ylab ham ko'rmaganman. Almashtirsam faqat yengilroq BMW ga almashtirgim kelardi, bo'ldi. O'zimda shaxsan faqat petorka avtomobillari bo'lgan. Birinchi BMW E60 3 litr benzin atmosferli motorda bo'lgan. O'shandan boshlaganman. Undan keyingisi o'sha M5 F10. Bugungi kunga kelib M5 F90 daman hozir. Va bularning hammasi nima desa bo'ladi, mana atmosferasi boshqacha-da baribir. O'sha BMW ning komforti ham bor, kачествоsi ham bor, sifat darajasi bo'lgan hozirgacha orzu. BMW ning E38 seriyasi семерка L7 nima deydi, komplektatsiyasida. Bu redki komplektatsiya, lekin o'sha mashina hozirgi kungacha meni orzuyim. O'tirib ham ko'rmaganman, endi vjivoy ko'rmaganman bu mashinani, lekin qachondir shu mashinaga ega bo'lish xohlayman. O'sha boshida aytib o'tganimdek, upravlaymiz. Men o'sha boshida endi mana internetda rasmlarda ko'rganda dizayni bo'lgan bo'lsa, внешний vidi, tashqi ko'rinishi, ya'ni o'sha faralari, derskiyligi, ovozi bo'lsa, o'tirib yurib ko'rganimdan keyin shu mashina o'zini yo'lni tutishini his qilganimdan keyin o'sha narsa asosiy rol o'ynagan. Chunki boshqa mashinalarga o'tirganimda hozirgi kungacha ham prosta tak o'tirsam ham tanishlarning mashinasiga yoki taksiga misol uchun solishtiraman qanaqadir. Mashina yo'lni o'zini qanaqa tutishini. Rasmiy importyor degani bilan o'zi ko'p narsani gapirib turadi menimcha, chunki ishonchli, xavfsiz, ertaga bilaman qanaqadir ko'rsatma muammosi kelib chiqsa yoki kamchiligi bo'lsa bartaraf etib berishadi. Shu kafolati borligi bilan. Endi Premium Avto jamoasi bilan ko'p ishlaganman, chunki tanishlarim ham mashinalar olishgan, kamchilik sezmaganman. O'sha avtosalonda ham yoki avtoservis xizmatlarida ham har doim muammoni bartaraf etishga yoki yordam berishga harakat qilishgan. Avtomobillarni tanlayotganimda har doim haydab ko'rganman-da. Mana shu kungacha o'zimda bo'lgan avtomobillarni. Ular bergan o'sha emotsiyasi, drayvini his qilganimdan keyin shu mashinalarni tanlab sotib olganman. Shaffofligi. Mana mashinalarni opsiyalarini ko'rsatishadi. Misol uchun, ko'p mashinalarda ba'zi opsiyalar bor-da. O'sha ba'zi opsiyalarni ham endi men 1-2 marta duch kelganman, boshqa avtomobillardan o'tganda dop opsiya deb ko'rsatib qanchadir narx qo'yishga harakat qilishadi. Rasmiy importyordan o'tganda o'sha price listini chiqarib berganda dop opsiyami yoki ba'zi opsiyami o'shani alohida ko'rsatib berishadi. O'sha joylari plyus deb hisoblayman. Endi hozirgi oxirgi olgan avtomobilimni o'zi tayyor holatda olganman, ya'ni o'sha yig'ilgan avtomobil bo'lgan. Ungacha endi ko'rganman har xil variantlarni konfiguratorda, lekin bu mashinani ko'rganimda o'sha rangi ham, salonning rangi, komplektatsiyasi hammasi menga yoqqani uchun shuni tanlab olganman. Keyinchalik endi o'zim tuning atelyemda ozgina darabotka qilganman. Endi nimaga erishsa bo'ladi bilmadim, uni hissiyotlarda endi baribir yangi mashina olganingizda o'zingiz xohlagan rangini, ko'rinishini yoki o'shani detallarini tanlaganda baribir boshqacha xursand bo'ladi odam ichidan, chunki yangi avtomobil va
o'zingiz xohlagan komplektatsiyada yig'ilayotgani bu baribir boshqacha, individual bo'ladi-da. Men uchun muhim deganda o'z avtomobiliga qarab, lekin rangini qizil rangga olishga harakat qilaman har doim. Bu degani yorqin ranglar emas, lekin shu mana meniki misol uchun to'q yashil rangda. Salonni rangini qora emas, shu qizilroq, qanaqadir boshqacha rang qilgim keladi va audio sistemasini maksimalniy o'sha komplektatsiyada nima возможность bo'lsa, o'shani tanlagim keladi. O'zgargan deganda o'z brendga bo'lgan munosabatim yuqori darajada bo'lgan har doim. Ofitsialniy importyordan olganimda ishonch hosil qilganman. Что o'zim uchun sifatli va puliga yarasha desa bo'ladi, mashina olganim. Nimaga aynan M5 F90? Endi F90 gacha M5 F10 bo'lgan o'zi modelniy rядda. Endi uni juda ko'p haydaganman, emotsiyalarini olib bo'lganman. O'shandan keyin o'sha keyingi etap F90, chunki yangi pokoleniya, yangi mashina, o'sha полный приводda orqa privodini alohida yoqsa bo'ladigan, ya'ni oldi privodni o'chirsa bo'ladigan funksiyalari bor. Upravляемости baribir boshqacharoq полный привод bo'lgandan hisobiga. Shu sababdan yangi o'sha M5 haydab ko'rgim kelgan, shuning uchun M5 F90 ni olganman. Lekin hali F90 ga to'y bo'lmadim, shuning uchun hali G90 ga o'tish qarorini qabul qilmadim. Tavsiya qilgan bo'lardim emas, tavsiya qilaman ham o'zi. Men sanasam bilmadim, bir 10 tadan oshiq tanishlarim men aytgandan keyin rasmiy importyordan olgan mashinalarni. Chunki baribir aytganman, rasmiy importyor mashinaga o'sha kafolatini beradi. Shuning uchun o'sha yerdan olganinglar yaxshi yangi mashina olmoqchi bo'lsanglar deb taklif berganman ham, olishgan ham shu kungacha ham va bundan keyin ham. Yoki o'sha aytib o'tganimdek, mana biz tuning atelyeda shug'ullanamiz, mashina tuningi bilan. Klientlar ham bir xil keladi, yangi mashina olmoqchiman, almashtirmoqchiman, nima oling deydi. Variantlarini aytamiz, mana mana variantlarni oling. Ular nima xohlayotganidan kelib chiqib, qayerdan oling deganda o'sha ofitsialniy BMW importyorga borib olsangiz bo'ladi deymiz.